Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz o'choqlarimizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Aylanadigan o'chog'imiz bor. Bu tomoniga 10 litrli qozon tushadi. Bu tomoniga 14 litrli qozon tushadi. Keyin yonlariga narsa parsasini qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Undan keyin mana buni o'choqlarimiz bor. Bularimiz 4 tasi birda 4 ta qozon tushadi. Mana qopqoqlari olinaveradi. Ichini ham ko'rsatib o'tib ketgan operator. Ana chugun qo'yilgan ichiga mana 4 ta qozon tushadi mana. Keyin eshiklarni ochib ko'rsataman mana. O'ta qalin 8 yillikda bo'lgan. Mana tortmalari bor. Kul tortmaga tushadi, olib borib to'kib tashlaydi. Juda qulay. Keyin yana yuradi ham mana. O'ta qulay yurgizish ham. Kanne bilan chiqarib yuborasiz. Umuman tutunurmaydi. Undan keyin bizga kattaroq o'choqlar ham zakaz tushyapti. Ularni ham qilyapmiz. Mana 4 tasi birda emas. Bu bitta tushadi. Nimagaki katta qozon tushadi, o'tin rasxod bo'lib ketadi. Shuning uchun bitta qozon tushadi. Endi yana ham kattarog'ini qilib beringlar deyishgan mana. 80 litrlikni qilib berdik. 80 litrligimiz eshigi ham katta bo'ladi mana. Ichini ko'rsatib o'tib keting. Chuguni ham katta chugun tushadi. Keyin mana tortmamiz ham uzun. Ancha munchaga to'lurmaydi mana. Keyin mana bu ham nihoyatda yengil mana. Xohlagan joyingizga, xohlagandaqa qilib olib ketaverasiz mana. Oldin 2 kishi ko'tarish kerak bo'lardi. Bunaqa og'ir o'choqlarni hozir ko'tarish shart emas. Xohlasangiz evaningizga qo'yib, kannegini chiqarib yuborasiz, umuman tutunavermaydi mana. Endi powerlarga qulay qilib qo'ydik. Kimga shunaqa o'choqlar kerak bo'lsa, har xil razmerlardan bor. Endi katta to'y qozon o'choqlarimiz ham bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 150 litrliga tushadigan qozon o'chog'imiz bor mana. Chiroyli qilib yangi listdan yasaymiz. Biz faqat yangi listdan yasaymiz. Keyin 250 litrliga tushadigan o'choqlarimiz ham bor. Bular ham yangi to'rli listdan yasalgan. Endi bundan qalin qiladigan bo'lsak, og'ir bo'lib ketadi, ko'tarib bo'lmay qoladi. Shuning uchun to'rli normal. Shu ham kam 10 yil ishlaydi. Qozonlarimiz ham qalin quyiladi. 1,5 sm, 2 sm qalinlikda quyiladi. Ancha xizmatlarni qiladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Farg'onani Chimyonida ustaxonamiz, telefon nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.